hijoma qilingan vaqtida ko'pchilik hijomani qo'yishgandan keyin qonni oladigan vaqti patsientlarga qonni ko'rsatib, qoni juda ham quyuq ekan, jigardek bo'lib ketgan ekan deyishadi. Xo'p, qonni quyuq, suyuqligini mana bu turishida aniqlashni imkoni yo'q. Bu ochiq gap. Sababi bu ichkarida turgandan keyin 10 minut turgandan keyin qon albatta qotadi. Tushundingizmi mana? Misol uchun mana bu qonni aytadigan bo'lsaylik, mana o'rtasida mana jigardek bo'lib qolgan. To'g'rimi? Bu qon quyuq deganimi? Yo'q, unday emas. Qonni rangi uch xil bo'ladi. Mana shu och qizil, o'rtacha qizil bo'ladi, keyin jigarrang bo'ladi. Jigarrang bo'lsa, bu ortida toksinlar borligi, qonni quyuqligidan oz-moz dalolat beradi. Lekin bu aniq quyuq degani emas. Mana bu esa o'rtacha. Mana hozir 10 minut plus turdi. Ko'ryapsiz, mana hali ham ancha suyuq holatda turibdi. Qonni quyuq suyuqligi o'zining normalari bor. U esa bilasizlarki, barmoqni mana bu o'zik taqilayotgan barmoqdan olinadi-da, ana undan keyin qonni o'lchanligi tekshiriladi. Lekin bu holatda sizga qoningiz quyuq ekan, harom qoningizni olib tashladik degan narsalar bular yo'q gaplar. Agar ma'lumotlarimiz sizga yoqqan bo'lsa, har bir muolajani haqiqatini bilmoqchi bo'lsangiz, nima uchun qilinishini bilmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lib qo'ysangiz, Xudo xolasa, qo'shib chatmasdan har bir narsani boricha chiroyli yetkazamiz.